Dubayda qatlamon uylarda olayotgan paytimizda uyingiz qanaqa bo'ladi? Men sizga ham informatsiya, ham uyda obzorini ko'rsatib o'tib ketaman. Kirgan paytimizda shunaqangi sanuzeli, imенно bu sanuzelimiz yarimtalik, ya'ni hojatxonaning o'zi emas, dushovoy kabinalari bilan birgalikda kelgan variant. Oshxonasi bo'lsa, ochiq oshxona, bitovoy texnikalari Teka brendi ostida kelgan, hamma yo'g'i komplekt keladi. Xo'p, imенно bizni bu uyimizning fishkasi flexible bo'ladi, ya'ni uyingizni ikkiga bo'lib qo'ysangiz bo'ladi. O'rtadan ayniyat yopib qo'ygan paytingizda uyingizga mehmon kelganda bu yoqda divaningizni uzun qilib, spalniy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Endi men sizlarga ketdik, balkonni ko'rsataman. Imенно mana shu застройщик balkonida o'zini shaxsiy basseyni bilan shunaqangi chiroyli qilib beradi. Ya'ni tasavvur qiling, 10-etajda bo'lasizmi, 15-etajda bo'lasizmi, sizda uyingizda shaxsiy basseyningiz bo'ladi. Xuddi shunaqangi showroom holatda qo'yib qo'yiladi, shtobi klient tushunishi uchun. Bu yoqda bo'lsa kichkinagina ofis zonasi. Bu yoqqa kirgan paytingizda bo'lsa